Qadrli görmənlər, görüvatqınlar, Sarxılav Çirçi proqramısı, Məriyəsətçi dostunlar, Nigar Ayalqın. Körmən dostlar, yaxşımızlar, Məriyəsətçi Zöhrə Polat. Şinjan Yerodi Mədəniyyət Tarqıtı çəklik şirkətimiz Karxanalar, Soda sahəsidəki Sarxılar bilan həmkarlaşıb işləyirən Sarxılav Çirçi proqramımızın yeni sanını görüşündən qarşı alınız. Başçı Xi Jinping yeni davrdagi Cungo yoshları Cunhua millatining ulug' gullanishini ishga oshirishni o'z vazifasi qilib, Cungolik bo'lish irodasini, shijoatini, ishonchini kuchaytirib, davrga yuz kelalishi, yoshlik bahoriga yuz kelalishi, shundaqla partiya va xalqning samimiy umidini yerda qo'ymaslik kerak deb alohida ta'kidladi. Tarix mangu alg'a ilgirlaydi, ruh mangu davomlashadi. Biz yoshlar ana shu ulug' ruhga varislik qilib, qizil tomirni davomlashtirib, tarixni ayna qilib, kelgusini yaratish uchun jafoliq tirikchilik ko'rsatishga tayyor tursaqlar, yangi davrning haqiqiy egilaridan bo'la olamiz. Nay to'g'ri dedingiz. Mana bugünkidek ulug' gullanish mislsiz taraqqiyot fursatida Xinjiangdagi har millat o'g'il qizlari bozg'anchining beli ching bo'lishi shart degan davlini asli ching saqlab, g'ayrat shijoat bilan yangi tarixiy musofada yangi sahifalarni bitish uchun tirishib kurash qilmoqda. Albatta, bundaq yoshlarimiz orqa-orqadan yetishib chiqib, Xinjiangning har qaysi bir sohalarda shonliq izlarni qoldirib, yoshlarning davriga, yoshlik bahoriga yuz kelalaydigan jasoratini namoyon qilmoqda. Mana bugun biz ana shundaq avangard yoshlarımızın vakili sifatida Xinjiang Ziyoda Biofan Texnik çeklik şirketining qurg'uvchilaridan Parat apandim va Shavkat apandimni alayda taklif qildik. Xush kelibsizlar, qarshi olamiz. Salam ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Men Xinjiang Ziyoda Biofan Texnik çeklik şirketining lideri Parat Shavkat Ziyoda. Mana shu programmada ko'pchilik bilan birlikda egilik tiklash hikoyalarimizni o'rtoqlashganimizdan aytdim. Xursand bo'ldim. Shundaqla bugungi programmamizda biz bugun mana shu ishga riyosatchimiz bilan Ziyoda shirkatini birlikda tushunib chiqqan bo'lsak. Salam riyosatchilar. Yaxshimizlar ekran oldidagi barliq do'stlar. Men Xinjiang Ziyoda Biofan Texnik çeklik şirketining lideri Shavkat Ababakridan hammanglarga o'tliq, mehrlik salomlar bo'lsin. Parat apandim, egallishimizcha siz oliy maktabni bitirib ham egilik tiklashga yuzlanib ekansiz-da. Undaqda qandoq bo'lib, shu yangi egilik tiklaganda xonim qizlarning girim buyumlari bilan boshlashni o'ylashib qoldingiz? Men o'ylayman, shu Ziyoda shirkati 5-yili qadam qo'ygan mana shu vaqtlarda bu savolga eng yaxshi o'lchamli javob bera olamiz deb o'yladim. Chunki bundan burun shu savol bek ko'p so'ralgancho, chunki hamda bizning shirkatning quruvchilari erkish bo'lgandan keyin ko'pincha odamlar qiziqadi, kaslar erkish turib, nimishqa hamda boshqa kasblar bilan shug'ullanmay girim buyumini shu kasb qildinglar deb. Dunyoda ayollar eng chong iste'molchi. Odatda erlar pul topimiz, ayollar xashlaydi. Shundaqmi? Mujda bir gap bor. Endi demak, endi ayollar shu pul bo'lsa, ayollarda shu o'ziga bir narsa setib oladi ayollar. Birinchi bo'lib, ikkinchi bo'lib, bular ayollar ham shu ota-onalarga, bolalarga, yo'ldoshlariga, undan boshqa qiynat pularga, atrofidagi do'st birodarlarga bir narsalarni setib olib, bunday so'g'at qiladigan, shunday ishlarmi bo'ladi-ku ayollarning. Shuning uchun men qarayman, ayollar shu dunyodagi eng chong iste'molchilar to'pi hisoblanadi. Shuningga biz Ziyoda shirkati oldi bilan shu tijorat nuqtasidan biz cho'qim iste'molchimiz keng bo'lish kerak degan bir nuqtani o'ylaymiz emas. Mana shuningga bizning iste'molchimiz keng bo'lish kerak deb shu sohani tanladik. Undan boshqa shu sohada tanlashdan boshqa yana shu erkishlarningki shu go'zallik qarashi, ya'ni shu ayollarga nisbatan go'zallik qarashi bir qadar yaxshi bo'ladi ekan deb o'yladim. Chunki bizningki rangni farq etishimiz erkishlarningki bir qadar yaxshi bo'lganligi uchun shu dunyodagi dangliq kirimchilarningki ko'pincha erkishga odatda. Undan boshqa dunyodagi shu dangliq girim ishlab chiqaradigan shirkatlarningki bosh injenerlarningki hammasi degdek erkishi. Shuning uchun ham biz bu kasbga o'zimizni bek mos kelganmiz deb o'ylab mush kasbni tanlagan. Parat Slamshi Ziyoda markasini elib mang'il 5 yil o'tdi. Bu jarayonda xonim qizlar bilan eng ko'p muomala qilish to'g'ri keldi. Mushat qiynaldinglarmi? Uning ustiga girim buyumlar sohasida erlarga boqganda ayol egilik tikligichilar mutlaq ko'p sonni egallaydi. Shuningga bu jarayonda har xil bir taraflama qarashlarni xoli bo'lmoqdas. Mushuna vaqtlarda girim buyumlarini tutqunlardan pushaymon qilgan yoki umidsizlangan vaqtlar bormi? Endi bu savolga men haqiqiy bir samimiylik bilan javob beray. Endi bizning ba'zida pushaymon qilgan vaqtlarimizmi bor. Shu girim buyumlarini biz o'zimizga kasb qilib tutdik, tanladik. Odam o'zining tanlashidan endi pushaymon qilmaslik kerak, lekin bizim odam emasmi? Ba'zi vaqtida bizningki haqiqatan bu sohani tanlaganimizdan sal bir xil umidsizlanib qolgan vaqtlarimiz bo'ldi. Lekin atislam o'ngshilib ketdi. Qanday degan vaqtida kayfiyatimizga ta'sir yetkazgan omillar bo'ldi. Undan keyin bayam sizda o'tib ketdingiz. Bizningki shu iste'molchi to'plarimiz bo'lsin yoki vakolatchilarimiz bo'lsin, asosan hammasi ayol kishi.
Endi bular bilan shu fikrlashish jarayonida yoki bo'lmasa bular bilan ba'zi bir faoliyatlar haqida suhbatlashish jarayonida bizdagi ideya birligi bilan bulardagi birlik kammaslik, ya'ni bir tussizlik ustiga tushmaslik tafakkurimizniki mana shunga o'xshash masalalarga biz shu shirkatni dastlab qurganda bek ko'p uchirganchu. Shaxsan men qanday hal qilishni bilmagan shu chog'larda bilmay endi shu masalani qanday hal qilish yo'lini to'xtamay izlandim desam bo'ldi. Biz nurg'un yerlarda o'qidik, bilimiga o'qish kerak o'lkalarda. Mana shu qanday qilgan vaqtida shu biz paranglashishni, qanday qilgan vaqtimizda shu Chingshan deymiz, mushini yuqori ko'tarishni biz bir uygandik desak ham bo'ladi. Shu jarayonda ham shu qiyinchiliklarga yo'l qo'yib, biz bu qiyinchiliklarni hal qilgan bo'ldik. Hozir ham biz asos jihatdan xonim qizlar bilan qandaq shu fikrlashishni va shundaqla bularning tafakkurini qandaq o'ylashni biz bilib yetdik desak ham bo'ladi. Biz burun o'zimiz erkish bo'lgankan, erkishning tafakkuridan ham tub-tuzlam tafakkur qilib oldik ekan-ku. Bu nima uchun tushunmaydigan shu gapni? Bu shundoq bir to'g'ri gap, bu nima ish qilmaydigan deb o'ylabdik ekan. Amaliyotda ham shu tafakkur qilish jarayonida shu ayollarningki tafakkur qilish andisi bo'yicha o'ylagan vaqtimizda nurg'un masalalarni hal qila olar ekanmiz deb o'yladim. Undan boshqa hamda biz jamiyatimizda shu erlar qilgan kasb va ayollar qilgan kasb deb bir xil orib qolgan bir ong borchu. Amaliyotda menchi bo'lganda hozirgi yangi davrimizda erlar qilgan, ayollar qilgan degan gap mavjud emas. Masalan bir shofirni misolga aytsak, bir cho'qim erlar bo'lish kerak deb o'ylaydik ideyarimizda. Lekin hozir ayol shofirlar ham bor shundaq. Tamoq etish degan gap ko'zimizga oldimizga kelsa, bizningki o'choq pishirga onimiz esimizga keladi. Lekin dunyodagi eng donliq oshpazlarning hammasi degidek Demak, endi bu hozirgi taraqqiy qilgan bu davrimizda erlar qiladigan kasb, ayollar qiladigan kasb deb kasb yo'q menimcha. Biz qaysi kasbni qila olsak, shu kasbni men rivojlantira olayman deb qarasak, qaysi kasbni qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham bu jarayonda bizning ideyamiz shundaq. Lekin nurg'un kishilar ham nima deb o'ylaydi deganda bir erlar turib, ular erlarning mas'uliyatini saschu yoki bo'lmasa boshqa nima saschu deydigan shundaq bir pasif energiyalarga biz uchirgan haqiqatan. Uchirab nurg'un qitimlab qo'llamaslik va nurg'un qitimlab shundaq boshqalar tarafidan to'g'ri tushunmasliklarga biz uchirdik haqiqatan. Uchirgan vaqtimizda shu sohani tanlab qolganimizga ba'zida pushaymon qilgan vaqtlarimiz bor. Lekin biz orqamizga qardik. Bizningki kaynimizdan nurg'ulgan oilalar, Ziyoda shirkatining nurg'ulgan hamkorlashuvchilarining nurg'un oilalari bor ekan-ku. Bularning hammasi shu ziyodadan iborat shu mahsulotni setish orqali o'zininki bir iqtisodiy qimmatini yaratayotganlar ekan. Unda bo'lgandan keyin biz zimmamizga qarab baqsak, zimmamiz nihoyatda ig'ir ekan. Shuning uchun bizning bu tanlagan yo'limiz amaliyotda to'g'ri yo'l ekan. Biz kichikina pasif energiyaningki ta'siriga uchirmasligimiz kerak ekan deb islam o'ngishilib ketgan vaqtlarimiz bor. Haqiqatdanmi biz shu hamkorlashuvchimiz bilan deyishgan biz qiynaldik shu vaqtlarda deb eng bir misolni ilib o'tsam shu tashviqot qilish jarayonida. Masalan shu ayollarga nisbatan kirpiklar, qash qalam, lavsuruq deganga o'xshash shundaq mahsulotlarni tashviq qilishni aytasan. Bizga intayin tasdiq to'xtadi. Biz nurg'un qitimlab shu xodimlarni taklif qildik yoki shu hamkorlashuvchilarimizga shuni qilinglar dedik. Lekin bizning degan yerimizdan chiqolmagan ahvollar ko'p bo'ldi-ku. Shu chaqda o'ylab qoldik, agar boshqa xil mahsulot sotgan bo'lsak, cho'qim o'zimizningki alohidligi bilan e'lon tashviqot hozirgi shu zimmayt ishidayda, shu hozirgi shu hammadan o'zininki taratqusi bo'layotgan davrda biz cho'qim yaxshi bo'lgan bir ahvolni keltirib chiqara olaydik, texnik yaxshi natijalarni qozona olaydik deb o'yladik. Shuningga bu qiyinchiliklar mana shundaq boshqalar tarafidan to'g'ri tushunmaslik va shundaqla ayol xonim qizlar bilan bizningki tafakkur yo'limizning o'xshash bo'lmasligi, shuningdek yana birga shu mahsulotlarning tashviqoti qatorliq jihatlarda ba'zi bir qiyinchiliklarga uchirdik. Lekin qiyinchilik uchirmaydigan ish yo'q. Har qanday ishni qilamiz, g'alaba qozonimizda ekanmiz, qiyinchiliklar bizni saqlab turdi. Biz shu qiyinchilikdan atlab o'tib ketgan vaqtimizda andin g'alaba qila olamiz. Undaqda Shavkatga so'rab baxsam, hozir Ziyoda markasida qancha xil mahsulot bor, ular qaysilar? Bo'ldi, unda olsa Ziyoda shirkatimizniki ta bugunga qadar ishlab chiqargan mahsulotlardan jami 60 xildan ish bitdi. Bunun shundaq. Bunun ichida bizniki teri asrash buyumlarim bor, rangli kremlar bor. Endi biz yangidan bozorga yuzlangan vaqtimizda, yangidan shirkat qurgan vaqtimizda faqatlab bir yurishli mahsulotimiz bo'ldi. Jami 6 talla. Biz shu 5 yil jarayonida shu shirkat hamkorlashuvchilari shundaqla shirkatdagi rahbarlar, xodimlar bilan
o'rtaq tirishish orqali bizning mahsulotimiz bugungi kun kelgan chog'da 60 xildan ishib ketdi. Mushu mahsulotlarimiz bo'lsa, bizniki mushu Xinjiangniki havo klimatiga asosan ayollarningki mushu yuz terisining alayidligiga asosan chuchuk bo'yni asos qilgan teri asrash mahsulotimiz, shundaqla uzum urug'ini asos qilgan suv namlik yetkazish mahsulotimiz deb cho'ng ikki turga bo'lindi. Mahsulotimiz bo'lsa, shu Jungo Koreya organik girim buyumlarini tadqiq qilgan bazasida ishlanib chiqadi. Bizning mahsulotimiz bo'lsa, Jungo yemak-ichmak dori nazoratining sifat o'tkildan o'tgan mahsulot. Parat, girim buyumlari sahasidagilar teri asrash buyumlariga qaraganda shu rangli girim buyumlariningki setilishi bekrak, tez bekrak qarshi elindi deb qaraydi ekan. Ammo bizning bilishimizcha, sizlar teri asrash buyumlarini bekrak asos qilib kelyapsizlar shundaqku. Bu nima uchun? Endi haqiqatan shu rangli kirim buyumlarining setilishini bir qadar tez deb qaralgan ahvol borchu. Chunki rang bo'lganligi uchun almishish sur'ati intayin tez bo'ldi, ishiltish sur'ati tez bo'ldi-chu. Endi ziyoda shirkati nima uchun shu teri asrash mahsulotini asos qilib, chuchuk bo'ya uzum urug'ini xomashya qilingan shu o'simlik javharlarini asosiy material qilib, terininki masalan har xil alayligiga mos keladigan shu mahsulotlarni ishlab bozorga soldi. Nima uchun endi bu lavsuruq deymiz, kirpiklak deymiz, shunga o'xshash rangli kirim buyumlarini endi shu yildan boshlab bozorga soldi. 5 yil teri asrash buyumlari ishlab Әмді şu 5 жылдан кейін раңлы кірім бuyumға өтті деген вақтыда бұғанда bir kəsbiylik degan bir nokta buludu ki, her qandaq bir kəsbdi. Әмді bu teri asrash buyumları güzellik sahasida hanım qızlar girim qilishdan burun nimalarni qilganligini cho'qim bilishimiz kerak-ku. Aldı bilan teri asraymiz, yüzimizni juyimiz shundami, uning keyinidan suv, namlik saqlash maylarini surib, uning keyinidan andan kun qalqanlarini surtib bo'lgandan keyin rangli kirim buyumlari ishlandi. Demek rangli kirim buyumlari ishlatadigan barliq xonim qizlar amaliyotda teri asrashdan boshlaydi. Chunki teri asrash yaxshi bo'lmasa, rangli kirimning har qanday no'jisini ishlasakmi, bek yaxshi chiqmaydi kirim. Shuning uchun hamda biz tunji qadamda nima ishlatamiz degan vaqtida terining ostidan boshlab ishlatamiz. Shuningga ziyoda shirkatimiz o'ziga dastlab tilam shu o'rinni bek yaxshi belgilab oldik. Onundan boshqa hamda shu teri asrash buyumlariningki shu ishlatish doirasi bir qadar kam bo'ladi. Qanday degan vaqtida har qanday qadam teri asrashga muhtoj. Mayli ayol bo'lsin, mayli er kishi bo'lsin, shu mayli qaysi yosh mezgildagilar bo'lsin, terili bo'ladi ekan, asrashga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun ziyodaga o'xshash mana shundoq bir mahsulotga ehtiyoj bor deb qaraymiz. Shuningga ziyoda girim buyumlari odatda teri asrash buyumlarini, ya'ni terining parvarishini yaxshilash, terining o'zining tabiiy holatidagi go'zallikni parvarish qilish roli intayin yaxshi bo'lganligi uchun 5 yilgacha nihoyat yaxshi taraqqiy qilib keldi. Ham shundaqla biz teri asrash buyumlarini asos qilib taraqqiy qilib keldik. Parat, mana şu ziyoda markasındaki mahsulotlar bozorga tushgan yildan tortib hamkorlashuvchilarning soni kundan-kunga jiqib o'tibdi. Shuning bilan birga ziyoda mahsulotlari o'ziga xos bozor shakllantirib iste'molchilarning yoqtirib ishlatishiga, shunaqla ishonchiga erishibdi. Undaqda mana shu hamkorlashuvchilarni tutib turishda, shunaqla ko'paytirishda qanday tadbirlarni qo'llandinglar? Endi bu hamkorlashuvchilarni biz uzoq muddat tutib qilishda, undan boshqa bularni texmi ko'p taraqqiy qildirishda biz asosan shu mahsulotning sifatiga bekara kuchliq deb o'yladim. Qanday desangiz, bir mahsulotning iste'molchilari bo'ladi ekan, uning hamkorlashuvchilari cho'qim bo'ladi. Bir mahsulotning iste'molchilari bo'lmadi degan gap, uning hamkorlashuvchilarimi 1 yilgacha yo'qolib ketadi. Chunki u bozorliq emas degan gap, iste'molchisi yo'q degan gap u mahsulotning. Endi ziyoda girim buyumlaridagi birdan bir asos nima deganda bizning hamkorlashuvchilarimiz bekdaychi shu gapni. Ziyodaning garchi hamkorlashuvchilari ko'p bo'lmasa-mu, ziyoda markasi garchi butun hammaga darhol tez suratda to'linib ketmagan bo'lsa-mu, lekin iste'molchilar nihoyat ko'p, iste'molchilar ajoyib ko'p. Iste'molchilari qayt iste'mol qiladi. Hatto ba'zi xaridorlarimiz shu shirkat qurilgandan tortib ta hozirgacha ziyoda markasidagi teri asrash mahsulotlarimizni ishlatayotganlarmi bor. Urumchi shahrida bizning nurg'un xaridorlarimiz bor. Asosan shu mahsulotni bek yoqtirib ishlatadi hozirga qadar. Demak ham deb bizning shu xaridor tutib qilishimizdagi asosiy sabab ziyoda shirkatidagi shu mahsulotlarning intayin sifatli va unumdorligida deb o'yladim. Hammadan muhimi shu teriga moslashganligi intayin yaxshi bo'lganligi uchun har xil terilarningki mahsulotda hozir 60 xil mahsulotimiz bor dedik. Har bir teriga o'xshash bo'lmagan mahsulotlarni beralganligimiz uchun ham shundaqla vakolatchilarimizning shu kasbiy jihatda tarbiyalayotganligimiz uchun bizningki shu taraqqiyotimiz intayin yaxshi bo'lib keldi deb o'ylayman. Hamda bizningki tadbirlarimizdan yana qandoq bir yangiliklar bo'lgan degan vaqtida
biz shu mukofotlash usullarini qo'llandik. Vakolatchilarimizni haqiqatan mukofotladik. Undan keyin yilda bir necha qitim sayohatlarga chiqqan bo'ldik. Va masalan Sayyadaymiz, Guangdong o'lkasi, Shanxay, undan keyin shu Xinjiangning har qaysi go'zal shaharlarga biz vakolatchilarimiz o'rinlashtirgan bo'ldik. Mana shunga o'xshash har xil uchrashishlarda vakolatchilarimizni amaliy tarbiyalash bilan birlikda bularningki dunyo qarashini va go'zallik qarashini biz o'zgartirdik desakmi bo'ladi. Chunki bir kishi bir o'zi yashayotgan rayondan yana bir rayonga, yana o'zidanmi taraqqiy qilgan bir yerlarga berib ko'rib kelgan vaqtida bu kishining qimmat qarashida o'zgarish bo'ladi ekan. Demak, bu kishining dunyo qarashida o'zgarish bo'ladi ekan. Endi bu savdogar tijorat qilamiz deyotganimiz cho'qim mushu xil qarashlarimiz to'xtamay yenglanib turgan vaqtida biz undan keyin o'zimizni haqiqiy savdogarga, haqiqiy bir egilik tikligiga o'qishda oladi ekanmiz. Demak, bizmi shunda taraqqiy qilganligimiz uchun biz vakolatchilarimizni biz qanday taraqqiy qilgan bo'lsak, shu yo'lda taraqqiy qildik. Mushu xil usullar, undan boshqa har xil mukofotlarni mutaqattiq. Masalan, hech qanday bank qarzi qilinmagan mashina mukofotlarini mutaqattiq. Mushu xil usullar orqali biz hamkorlashuvchilarimizni texmo kuchlantirib, ziyodaga bo'lgan moyilligi va qoyilligini oshirib, bugungi ziyoda cho'ng oilasini biz barpo qildik. Şirketga payı parat müşü ziyade şirketiniki setiş qo'shindagi tühpikarlarga butunlay qarisiz avtomobil mukofoti berdik deb o'tdi. Ko'pincha kishilar buni ahmoqonlik deb qaraganmi bo'ldi? Sizlar buni qanaqa qaraysizlar? Bu savolni yaxshi so'radingiz. Biz Xinjiang Ziyoda Biobanking şirketimiz mushu biz bilan hamkorlashib kelayotgan hamkorlashuvchilarga, shirkat hamkorlashuvchilarga bir yil 10 dona mashina taqatdik. Bular endi bir alayda bir shirkatga tövbekor xizmat ko'rsatgan hamkorlashuvchilar bo'ldi. Endi biz mushu mashinani qarzsiz berdik bularga. Endi buni anglagan bizniki kasbdoshlar bo'lsin, bizning do'st birodarlar bo'lsin, bizning atrofimizdagi nurg'un kishilar bo'lsin, sizlar nimandaq ahmoq, bu mashinani naq pulga berib etamsizlar ularga, sizlar ziyon tortmamsizlar degan gapni qildi. Biz endi o'yladik. Bizning hozir mushu Xinjiang Ziyoda Biobanking şirketimizniki taraqqiy qilib mushu 60 xil mahsulotni Xinjiangning har qaysi joylariga shu bozorga silib, mushunchalik yaxshi natijalarga erishishimizga mushu davlatimizningki yaxshi siyosatlari, davlatimizning yaxshi bo'lgan afzalliklari bizga turtki bo'ldi. Shundaqla davlatimiz mushu siyosatlarni yaratib bergan chog'da biz cho'qim mushu davlatimizga bo'lgan minnatdorligimizni bildirishimiz kerak. Bu eng aqalli bir gap. Shuning bilan bir vaqtda bizningki mushu shirkat hamkorlashuvchilarimiz bo'lsa, mushu bizning shirkatimizning taraqqiyoti uchun to'xtamay tirishib, nurg'unlagan bu shirkatga iqtisodiy unumlarni yaratdi. Biz unda bo'lgandan keyin biz cho'qim biz o'zimiz mushu ziyon tortsaqmi, mushu hamkorlashuvchilarimizga bo'lgan bir xil minnatdorligimizni bildirish uchun, shundaqla texmi ularni ilhomlantirish uchun biz mushu qarzsiz mashina mukofotini berdik. Mushu biz sovg'at qilgan avtomobil shularning turmushiga nihoyat bir qulaylik bo'lgan sharoitlarni ib keldi. Shuning uchun biz bundan hargiz pushaymon qilmaymiz. Gerçi biz shirkat bundan hech qanday bir foyda olmagan bo'lsak-mu, mushu sovg'atni qilish orqali mushu ziyoda shirkatining ziyoda mahsulotlarini texmi yaxshi bo'lgan aktiv energiya bilan mushu bozorni taraqqiy qildirib, texmi nurg'unlagan go'zal xonimlarga mushu mahsulotimizni tanishtirib, texmi taraqqiy qilish uchun bir turtki bo'ldi deb o'ylayman. Bu bizdagi minnatdorlik tuyg'usi. Bugungi programma shunday yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Shuningla bir vaqtda bizniki mushu tövbekor hamkorlashuvchilarni biz mushu taqqa sayohatga olmoqchi. Mumkin bo'lsa, mushu yerda o'ltirgan ikki chiroyli riyosatchi, shundaqla operatordagi barliq guruhdagi barliq a'zolarni mushu taqqa sayohatliga taklif qilgan bo'lsam, birga berib o'ynab kelgan bo'lsa. Vay, bu bakash taklif bo'ldi. Bo'ldi, undaq bo'lsa iqrodagi ko'rmanlar bilan birlikda taqdiki bu ziyoda shirkatining faoliyatiga tang daxil bo'lamdik. Buludu, aziz görmənlər, bu son proqramımızın davamı tağdaki səyahətdə davamlaşıdı. Ziyoda, ziyoda, baxtimizdir ziyoda, kulkimizga sabab bo'lgan markimiz shu ziyoda. Tilaymiz, izlaymiz sening uchun bu umr. Ko'klam urlar har vaqt bizlar uchun ziyoda. Ziyoda, 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 ziyoda. Ko'klam urlar ziyoda. Qashqa o'tan oqsoqcha, il xudo ziyoda. Tangri tog'ning hamma joyi sening bilan
soğukça eli xudan ziyade Tanrı dağının hemme joyi senin bilen ziyade Ha 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 hey ha ha yeah ha 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 hey ha ha Yaxşı odam nada bo'lsa vaqti uning ziyoda ziyodaga kelganman hurmatimi ziyoda Güzel tilak güzel arzu makonidir ziyoda to'ldi shuna qalbimiz gullar bilan ziyoda 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 ko'kda urla ziyoda qashqa xudan maqsudcha eli xudan ziyoda